Erim Rossiyaga majbur bo'lib ketgan edi, men esa yangidan kelin bo'lib bu xonadonga tushgandim. Avvaliga uyda hamma narsa joyida, odatdagidek edi. Qaynonam oz yumushlari bilan, qaynotam esa jiddiy, lekin salobatli odamdek ko'rinar, har gal menga qaraganda, qizim, deb mehribon so'zlar aytar, o'zimni erkinroq his qilardim. Men ham uni hurmat qilardim, otamdek ko'rib so'zini ikki qilmasdim. Ammo kunlar o'tgani sayin uning qarashlari, gap-so'zlari asta-sekin o'zgarib bordi. Men hali yosh, hayotning ko'p sinovlarini ko'rmagan, orzularimga to'la edim. Erimni sog'inib yashardim, unga ishonch bilan qarardim. Har kuni tong otishi bilan u haqida o'ylab, kechasi uxlashdan oldin ham duo qilib yotardim. Ammo qaynotamning ko'zlaridagi o'zgarish meni hayratga solardi. Dastlab u bahona topib yonimga kiradigan bo'ldi. Eshikni yopdingmi, hovlida it qichqirdi, kabi gaplar bilan xonam eshigidan bosh chiqardi. Men esa o'zimni go'yoki hech narsani sezmagandek tutardim. Lekin yuragimda galati qo'rquv uyg'onardi. Har safar u kirib kelganida ich-ichimdan noqulaylik sezardim. Bir kuni kechqurun hamma uyquda, atrof jimjit bo'lib qolgan paytda, qaynotam sekin eshikni ochib xonamga kirdi. Nafasim tiqilib, yuragimni qo'rquv bosdi. U menga qaradi, yuzida bir galati jilmayish bor edi. Asta yonimga yaqinlashib, qo'limdan ushladi. Shu zahoti yuragim duv-duv urib ketdi. Tilim kalimaga kelmadi, ovozim chiqmay qoldi. U esa qo'limni mahkam tutib, jilmayib qarab turardi. O'sha kundan boshlab hayotim butunlay o'zgardi. Har kecha vaqt yaqinlashgani sayin ichimdan qo'rquv kuchayar, yana kelsachi, yana eshikni ochsachi degan o'ylar bilan ko'zlarimga uyqu kelmasdi. Yostigim hol bo'lib ketguncha yiglardim. Ammo hech kimga aytolmasdim. Qaynonamga aytsam, ishonarmidi? Yoki meni ayblarmidi? Erimga aytsam, u hamma narsani tashlab kelib qolardi, odamlar orasida gap-so'z bo'lardi. Shu qo'rquvlar meni ich-ichimdan ezib tashlardi. Qaynotam esa tobora oshkora harakat qila boshladi. Endi u bevosita erining o'zi yo'q, sen ham yolg'izsan, men senga suyanch bo'lishim mumkin, derdi. Uning bu gaplari yuragimni ortab yuborardi. Men esa boshimni egib, indamay yiglardim. Ichimda esa iztirob, alam va sabr uyg'onardi. Kunlar shu tariqa o'taverdi. Men esa kundan-kun ko'proq ezilib bordim. Har oqshom tonggacha bedor yotib, yuragim qo'rquvdan titrar, eshikning har bir shitirlashdan seskanardim. Bugun yana kelsachi degan o'y meni oldirardi. Faqat erimning qo'ng'iroqlari, ovozini eshitgan lahzalarimgina menga ozgina tasalli berardi. U har safar hammasi yaxshi bo'lsin, sabr qilgin, tez orada o'zim kelaman, derdi. Men esa unga hammasi joyida deb yolg'on gapirardim. Chunki haqiqatni aytishga tilim bormasdi. Kundalik hayotim tashqaridan qaraganda oddiydek ko'rinsa-da, aslida ichimdan og'ir sinovlar o'tardi. Kunduzi hamma o'z ishlari bilan band, men esa hovlida yumushlarimni qilardim. Qaynotam menga qaraganda ochiqchasiga hech nima demas, ammo nigohlari ichimni teshib o'tar, yuragimni gash qilardi. Men esa o'zimni ko'rmaganday tutardim. Har kuni shunday yashash menga juda og'ir bo'lib qolgandi. Kech kirishi bilan esa qo'rquv yanada kuchayardi. Har bir shitirlash, har bir tovushga quloq solardim. Bolalar kabi ko'zlarimni yumib, iltimos, bugun kelmasin, deb ichimdan so'rardim. Lekin u baribir kelardi. U uy jim bo'lganda asta kirib, yonimga yaqinlashardi. Dastlab faqat gapirish bilan cheklanardi, lekin vaqt o'tishi bilan qo'llarini cho'zadigan bo'ldi. Men esa har safar o'zimni yulib olib, qochib qolar, yo'lakka chiqib ketar, qaynonam uyg'onib qolmasin deb, hamma narsani ichimga yutib, jim turardim. O'sha kechalarda ko'zlarimdan yosh to'xtamasdi. Qanchalik qiyin bo'lmasin, erimning yuzini o'ylab sabr qilardim. Chunki men uchun eng muhim narsa o'z nomimni asrash va unga xiyonat qilmaslik edi. Qaynotam esa meni tobora siquvga oldi. Bir kuni u ochiqchasiga: "Sen hali yoshsan, yolg'izlikni ko'tara olmaysan, men senga suyanch bo'laman", dedi. Men esa yiglab yubordim, "Iltimos, bunaqa gapni qaytarmang", dedim. Ammo u jilmayib qo'ydi, xuddi gapimni eshitmaganday. Shu paytda qalbimda kuchli qaror tugildi. Nima bo'lsa ham chidashim, o'zimni himoya qilishim kerak. Har kuni o'zim bilan ichki kurash olib bordim.
Ba'zida hammasini erimga aytib yuborsamchi deb o'ylardim, ammo keyinroq odamlarning gapi, qaynonamning ishonchsiz qarashlari, erimning qattiq jahl qilishi ko'z o'ngimga kelardi. Shu sabab jim qoldim. Kunlar bir-bir o'taverdi. Men esa uy ishlarini qilib, qaynonamning yonida o'zimni odatdagiday tutardim. U esa hech narsadan bexabar edi. Qaynotam ham kunduzlari sokin yurardi, ammo tunlari yana o'z odatini takrorlardi. Shu holatda men kun sanab yashardim. Telefon jiringlasa, yuragim quvonchdan hapriqar, erimning ovozini eshitib, tezroq qaytsang edi, deb ichimda pichirlar edim. Ammo unga dardimni ayta olmasdim. Har safar unga hammasi yaxshi deb yolg'on gapirardim. Bu yolg'on tilimdan chiqsa-da, yuragimni tilkapora qilardi. Shu yashirin sir bilan kunlarim o'taverdi. Har kecha yuragimda qo'rquv, ko'zlarimda yosh, labimda esa sabr bilan. Kechalarim tobora og'ir sinovga aylanib borardi. Har tong uyg'onganimda o'zimni xuddi tun bo'yi urushdan chiqqandek holda his qilardim. Yuzimda iztirob, ko'zlarimda qizillik, yuragimda esa iztirob izlari qolardi. Qaynonam ba'zan menga qarab, "Kelin, nega bu qadar rangiroying oqarib ketgan? O'zingni ehtiyot qil, yosh bolalarning boshi qotadi", derdi. Men esa jilmayib, "Hech narsa yo'q, tinchman", derdim. Ammo ichimda bo'ron esardi. Qaynotamning qarashlari kundan-kun kuchayib, har kuni meni sindirishga urinayotganini sezardim. Bir kuni yana kech tushdi. Uy jimjit, hamma uyquda. Yuragim yana titradi. Men deraza yonida o'tirib, ko'zimni yuma olmadim. O'zimni chalg'itish uchun Qur'on kitobini olib, asta ovoz chiqarmay o'qiy boshladim. O'sha paytda qaynotam eshikni sekin ochib kirdi. Ko'zimni kitobdan uzmadim, qo'lim qaltirardi. U yaqinlashib, qo'limdan kitobni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Men esa birdan qat'iy ohangda, "Iltimos, qo'ymang. Bu mening yagona suyanchim", dedim. U jim qoldi, nigohi o'zgardi, ammo so'ng yana jilmayib qo'ydi. "Sen yosh, sabr qilish qiyin", dedi u asta. Men esa ko'z yoshlarimni tiya olmay, yuzimni burib yig'lab yubordim. "Menga bunday gapirmang. Men erimni kutaman", dedim qattiq ohangda. Shu kechada u hech nima qilmadi, faqat indamay chiqib ketdi. Lekin mening qo'rquvim tugamadi. Chunki ertasi kuni ham, undan keyingi kechalar ham u yana qaytib kelishini bilar edim. Shu orada erimdan xabarlar kelib turardi. U telefon qilib, "Hammasi joyidami?" deb so'rardi. Men esa yana yolg'on gapirib, "Ha, hammasi yaxshi, qaynonamni qarayapman, uy ishlarini qilayapman", derdim. Yuragim esa qonga to'lib ketayotganday og'rirdi. Axir men unga haqiqatni aytolmasdim. Uning yuragini og'ritishdan, uydan chiqib ketishidan, odamlarning gap-so'zidan, eng yomoni esa nomimning bulanishidan qo'rqardim. Kunlar o'taverdi. Har kuni o'zimni asrab, qaynotamning qadam tovushlarini eshitib, bedor tunlar o'tkazdim. Yuragimda esa bitta so'z tinimsiz aylanardi: sabr. Kunduzlari hovlida ishlayotganimda ham, qo'limdan ketmon tushsa ham, yuragimni bosib turgan og'irlikni his qilardim. Qaynotam kunduzi beozor ko'rinsa ham, kechalari qilayotgan ishlarini unutolmasdim. Unga ko'zim tushganda ichimdan gash tortib ketardi. O'zini xuddi hech nima bo'lmaganday tutishi meni yanada qiynardi. Ba'zan qaynonam menga, "Qizim, sen ham yosh, ering yo'qligida zerikib qolyapsan, kitob o'qigin, namozingni o'qigin, vaqt o'tadi, ering ham keladi", derdi. Men boshimni egib, "Ha, opa, shunday qilaman", derdim. Lekin qaynonam bilmasdi men kechalari qanday iztiroblar chekayotganimni. Bir kuni ertalab qaynotam menga qarab, xuddi hech nima bo'lmaganday, "Kelin, hovlidagi uzumlarni terib qo'y, keyin birga bozorga boramiz", dedi. Men ichimda, nega bunday qilayapti, kunduzi oddiy gapiradi, kechasi esa boshqa odamga aylanadi, deb o'ylardim. Ko'nglimda esa nafrat va alam kuchayib borardi. O'sha kecha yana uy jim bo'lganda, u sekin xonam eshigini taqillatmasdan ochib kirdi. Qo'rquvdan yuragim o'zimni eshitmasdi. Qo'limda tasbehimni siqib turardim. U yonimga yaqinlashib, qo'limdan ushladi. Men esa birdan qattiq qarshilik qildim. "Iltimos, qo'lingizni torting. Men erimni kutayapman", dedim ovozimni ko'tarmay, ammo qat'iy ohangda. U esa menga qarab past ovozda,
Eshikni yopib qichqirmasang hech kim bilmaydi, dedi. Bu so'zlar yuragimni teshib yuborgandek bo'ldi. Men yiglab yubordim, yuzimni yopib o'tirib qoldim. U esa indamay chiqib ketdi. Shundan keyin o'zimni yanada ehtiyot qila boshladim. Har kecha eshigimni ichkaridan mahkam qulflab qo'yardim. Yuragim doim bugun keladimi, yo'qmi degan qo'rquv bilan urardi. Telefon orqali erim bilan gaplashganimda, u quvnoq ohangda, ko'p o'qigin, sog'ligingni asragin, tez orada kelaman, derdi. Men esa ko'z yoshlarimni artib jilmayishga majbur bo'lardim. Uning ovozini eshitibgina ozgina orom olardim. Ammo ichimdagi og'irlik, qo'rquv va sir meni kundan kun ezib borardi. Shu holatda yashash juda mushkul edi. Lekin men baribir sabr qilishga, nomimni toza saqlashga qasam ichgandek yashardim.